Salom do'stlar, bugun sizlar bilan 2026 yilgi Chevrolet Damas haqida qisqacha va lo'nda gaplashamiz. Bu mashina ko'p yillardan beri O'zbekiston yo'llarida xizmat qilib kelayotgan eng ishonchli va eng tejamkor avtomobillardan biri hisoblanadi. Damas ilk bor 1990 yillarda paydo bo'lgan va shu vaqt ichida o'zini oddiy, ammo juda foydali transport sifatida ko'rsatib ulgurgan. 2026 yilgi Damas tashqi ko'rinish jihatidan deyarli o'zgarmagan, lekin aynan shu soddalik uni qulay qiladi. Kichik o'lchamlari sababli shaharda yurish, tor ko'chalarda aylanish juda oson. Ichki salonida hamma narsa oddiy, lekin amaliy, ortiqcha texnologiyalar yo'q, hammasi ish uchun moslashtirilgan. Kapoti ostida butun 8 litrli benzin dvigatel joylashgan bo'lib, u taxminan 38 ot kuchi ishlab chiqaradi. Bu tez yurish uchun emas, balki yuk va yo'lovchi tashish uchun yetarli. Yoqilg'i sarfi ham juda kam, shuning uchun kundalik xarajatlar cho'ntakka og'irlik qilmaydi. Bozordagi o'xshash mikrovanlar bilan solishtirilganda, Damas eng arzon, eng oson ta'mirlanadigan va ehtiyot qismlari tez topiladigan mashinalardan biri.